Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana o'sha eshiklik jemkin so'raganlarga ko'pchilik so'rovdi bu narsani. Xudo xolasa yetib keldi bizga ham. Hozir salonlarni ham ko'rsatib o'taman. Arqa ko'rinishlari. Mana eshiklar ochilishi, eshik bitta ochiladi. Ilgari bizning 08 ladalar bo'lardi. Ochilsa orqaga o'tib olinadi, orqadagi odam. Orqaga kishi o'tiraveradi bemalol. Elektron tablolar yangilandi. Magnitofon, luk qo'yildi mana. Luk qo'yildi. Sidinalarda ligirovka xudo xolasa bor. Ligirovka bo'ladi. Orqaga oldiga siljiydi. Mana bu oldiga siljigan holati, orqadagi odamga oyoqlar bemalol bo'laveradi. Bu holati bo'lsa sidinani orqaga surilgan, oldini komfort qilib sal do'mboq akalarimiz, otaxonlarimiz bemalol sig'averadi. Kalpaklar chiroyli, eshiklar yopilishlari. Buni tonirovka qilib olinsa, yana ham go'zallashadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon orqali gaplashilaveradi qolganini. Mana обычный faralar yonib turgani. Tormozni bosing. Tormoz borsa, yana tirnoqlashadi. Stop chiroqlari yonadi.